Xo'sh, men sizlarni o'zimniki qilaman. O'zi hozirgina ko'rib, u bizni egallamoqchi bo'lyapti. Bu odam juda ham qo'rqinchli. Boshingiz bilan urushib qolmadingizmi? Kim sizga rozi bo'laman deb aytdi? E'tiroz bildirishga jur'at etasanmi? Qanday qiziq. Men sizlarni yanada ko'proq xohlayman. Bizdan sizga nima kerak? O'zi siz kimsiz? Mening ismim Edgar Danver. Men ulug'vor uzoq shahardagi hokimning o'g'liman. Hokim o'g'li? Shunday. Agar sizlar mening xotinim bo'lsangiz, hashamatda yashaysiz. Men buni xohlamayman. Bizda allaqachon egamiz bor. Uning ismi Ren. Shunday qilishda davom etsangiz. Hozir menga qizlarni topshiring. Ularni xafa bo'lishini xohlamaysiz, shundaymi? Hech qachon. Sora va Lunani senga o'xshagan hayvonga bermayman. Ren! Shunaqami? Bo'lmasam, Anistar kanali taqdim etadi. Qahramonlar jamoasidan haydalgan hayvon bo'ysundiruvchisi eng kuchli mushuk qiz ruhi bilan uchrashdi. O'ninchi qissa. Nega bitta bolani ushlay olmayapsizlar? Foydasiz ahmoqlar. Bu yigit tashqi ko'rinishidan ancha kuchliroq. Bizni tinch qo'yinglar. Nima qilsalaring ham qizlarni olib keta olmaysizlar. Bema'ni gaplarni gapirmang. Men xohlagan narsamni har doim olganman. Endi nima qila olasan, nodon? Agar taslim bo'lmasang, aks holda bu odamlar qiyinchilikka tushadi. Hazillashyapsanmi? Jiddiy gapirdingmi? Nima? Men mutlaqo jiddiyman. Odamlar qo'limdagi qurol xolos. Men nimani istasam, ular shuni qilishadi. Qizlarni menga topshiring va sizni tinch qo'yamiz. Dushmanning hammasi har tarafda. Birini qutqarsam, qolganlari azoblanadi. Endi nima qilishim kerak? Balki yordam berarmiz. Ular biz sehrgar ekanligimizni bilishmaydi. Keling buni qilib ko'ramiz. Agar qizlar sehr ishlatsa, odamlar pari ekanligini bilib qolishadi. Keyin esa biz shaharda qola olmaymiz. Qizlar bu yerni yaxshi ko'rishadi. Boshqacha yo'li bo'lish kerak. Shahar aholisini Sora va Lunani himoya qila olamanmi? Nima? Olovli shahar doiralarimi? Ularga o'xshaydi, ammo biroz o'zgargan. Ehtimol tavakkal qilishga hozir. Hey, hozirroq javob ber, aks holda hammasini birma-bir o'ldiraman. Bunga yo'l qo'ymayman. Hamma narsa meniki bo'ladi deb umid qilma. To'liq zaryadlangan olovli sharlar. U sehrlarni ko'paytirdi. Bir vaqtning o'zida bir nechta sehrdan foydalanishga imkon beruvchi maxsus qobiliyat. Bu yerdan keting, qorangizda boshqa ko'rmang. Qanday jur'at etding? Hali menga bo'ysunmaganingdan afsuslanasan. Edgar shahzoda,
To'xtab turing. Mana endi hammasi tugadi. Eshiting, Reyn. Luna va menga yordam berganingiz uchun chin dildan minnatdormiz. Rahmat sizga. Siz hayvon bo'ysundiruvchisi emasmisiz? Bu buzuqini tarbiyalaganingiz yaxshi bo'ldi. Men o'laman deb qo'rqgan edim. Sizga chin yurakdan rahmat. Siz qahramon jamoasidan ko'ra yaxshiroqsiz. Qo'ysanglarchi, men shunchaki asosiysi hech kim jabrlanmadi. Bu chiroyli qizlarni ham asrab qola oldingiz. Bu qizlarni ehtiyot qiling. Rahmat. Yaxshi so'zlaringiz uchun sizga rahmat. Lekin imkon qadar shaharni tezroq tark etishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Shunday qilib, sehrning ko'paytirish maxfiy texnikasi bilan Reyn barcha yaramaslarni yoqib yubordingizmi? Qanday sirli texnika? Ishonamanki, kelishuvimiz natijasida siz yangi kuchga ega bo'ldingiz. Va endi siz eng kuchli darajadagi ruh afsunidan foydalana olishingiz mumkin. Demak, gap shundami? Ko'paytirish afsunidan tashqari, men tezroq harakat qila boshlaganimni va yaxshiroq nishonga olganimni payqadim. Balki biz bilan tuzgan shartnomangiz buyuk sehrni yaxshiroq boshqarishga imkon bergandir. Tanyadan o'rgangan sehringizni, bu sizning mahoratingizni yanada oshirgan ko'rinadi. Nihoyat biz bilan tuzilgan shartnomani oqladik. Endi Kanada va Tanya bilan bir xil o'rinda turamiz. Sizlar juda ham zo'rsizlar. Asosiysi, Reyn va qizlar omon qolganidan xursandman. Men va Kanada shunday voqealar bo'layotganda uxlayotganimizga ishona olmayman. Bu yaramas qizlarni o'g'irlamoqchi bo'lgani uchun o'ldirishni xohlayman. Shahar aholisi bilan gaplashganimdan so'ng o'g'irt manyak ekanligini bilib qoldim. Bu odam qizlarni o'g'irlab qamab qo'yadi va ularni azoblab masxara qiladi. Qanday iflos odam. Garchi u hokimning o'g'li bo'lsa ham, u jazodan qutulib qolmasligi kerak. Edgar, hokimning yagona o'g'li. Uning otasi odamlarning ovozini o'chirish uchun o'z kuchidan foydalanadi. Nima? Bu dahshatli. Nega ritsarlar hokimni qo'lga olishmaydi? Ular tadqiqot ishlarini olib borishdi, lekin ular hech qanday dalil topa olishmadi. Hokim o'z ishlarini yashirishni juda yaxshi biladiganga o'xshaydi. Hammasi tushunarli. Ularni qasrini yoqib yuborish vaqti keldi shekilli. To'xta. Shoshilinch qaror qilish vaqti emas. Lekin o'sha yaramas Sora va Luna uchun yana qaytib kelishi mumkin. Tanya, bu shaharliklar va Reyn, siz ham xavf ostidasiz. Shuning uchun ham har bir qadamimizni diqqat bilan o'ylab ko'rishimiz kerak. Reyn, men shaharning qorong'i tomoni haqida bilib oldim. Va bu aholini qutqarishni chin dildan xohlayman. Biroq qahramon ham, ritsar ham emasman. Faqat hayvon bo'ysundiruvchisiman. Iloji boricha shaharni tezroq tark eting. Bizga haqiqatan ham kerakmi? Biz rostdan ham shaharni tark etamizmi? Siz hozir shu haqida o'yladingizmi? Ammo keyin shahar aholisi yordamsiz qoladi. To'g'rimi? Reyn, Kanada, qanday qilib biz sizning fikringizni ko'ra olamiz? Shunday qilib, hammani qutqarmoqchimisiz? Lekin dushmanning kuchidan qo'rqasiz. Shuning uchun bizni yoki shahar aholisini tanlashdan qo'rqyapsizmi? Qattan bildingiz, Tanya. O'ylaymanki, inson chidab bo'lmas yukni o'ziga yuklamasligi kerak. Ammo bu sizning xarakteringiz, Reyn. Shuning uchun hech qachon yolg'iz qolmaysiz, Reyn. Sora, Luna, Reyn, tushuning, siz yolg'iz emassiz. Biz ham shaharni himoya qilmoqchimiz. Ha, biz insonlarga yordam berishimiz kerak. Men hali ham odamlar atrofida o'zimni noqulay his qilaman, lekin shahar menga juda yoqadi. Ha, hamma bizga juda mehribon edi va bu yerdagi hot-doglar juda ham mazali. Rahmat qizlar. Kelinglar, tartibsizlikka chek qo'yib, shaharni yovuzlardan qutqaramiz. Xo'sh, Edgar. Agar yordamim kerak bo'lsa, shunchaki ayting. Xavotir olmang ota, men o'zim ham hal qila olaman.
Jelya, bugungi muammoni hal qildingmi? Ha, odatdagidek shikoyat qiladigan har bir kishi bilan shaxsan shug'ullandi. Senga ikkinchi vazifani beraman. Shaharga borib, Reyn haqida ma'lumot top. Agar uni ushlasang, mening oldimga olib kel. Bu sening to'loving. Reynni qo'lga kiritsang, qo'shimcha haq olasan. Bo'lmasam, yaxshi xabar kuting. Mani sharmanda qilgani, jur'at etganing uchun sen yaxshigina haq to'laysan. Sizga nima yordam bera olaman? Qanday yordam berishim mumkin? Qayerlarda yuribsan? Qo'ng'iroqni chalsam, darrov kel demaganmidim? Ammo men darhol keldim-ku. Ha, sen yaramas. Sen hali ham bahslashga jur'at etyapsanmi? Sening qichqiriqlaring faqat menga yoqadi. Kimdir bo'lsa ham yordam bering. Xo'sh, bu ritsarlar joyimi? Men hech qanday yomon ish qilmagan bo'lsam ham yuragim bezovta. Nega faqat meni o'zingiz bilan olib keldingiz? So'ra va Lunani yomonlar kuzatayotgandir. Tani esa ular bilan mehmonxonada qoldi. Shunday ekan, davom etamiz. Salom. Ishni tergov qilish uchun ariza berishimiz mumkinmi? Ha, axir ritsarlar ordeni shahardagi tartibni saqlash uchun mavjuddir. Bir necha kun oldin maydonda shahar hokimining o'g'li Edgar tomonidan amalga oshirilgan hujum bor edi. Sizning buyrug'ingiz shoh tomonidan aholining tinchligini saqlash uchun bo'ladi. Mening iltimosimni qabul qilishingiz kerak. Shundaymi? Bunga bizning aralashuvimiz talab qilinmaydi. Bu kichik janjal, boshqa hech narsa emas. Ritsarlar bunday arzimas narsaga vaqt sarflashmaydi. Arzimas narsalar? Hokimning o'g'li So'ra va Lunani zo'rlik bilan olib ketmoqchi bo'lishdi. Agar hozir tinchlanmasangiz, sotqin sifatida hibsga olinib, qatl qilinasiz. Hokimning o'g'liga tuhmat qilganingiz uchun. Shundaymi? Ularning harakatidan shuni bildimki, ritsarlar Edgar bilan til biriktirgan. Shuning uchun osongina bu voqealarni yashirishgan. Tekshiruvlar hech qanday natija bermaydi. Shunday bo'lishini sezgandim. Bu yerda kim bor? Ritsarmi? Bizni kuzatib yurdingizmi? Yo'q. To'g'risini aytsam, ortingizdan keldim, lekin faqat gaplashish uchun. Ritsarga o'xshab soyadan kuzatib sekin harakat qildim. Buning uchun uzr. Bu sizlarni noto'g'ri xayolga olib kelgani uchun. Ha? Nima? Ritsarlar ordenidan kimdir boshini egadi deb o'ylamagan edim. Ha, yaxshi. Biz sizni allaqachon kechirganmiz. Rostdanmi? Rahmat. Mening ismim Stella Anples. Men shaharning shtabi kapitan o'rinbosariman. Kapitan o'rinbosari? Ha, men Reyn Sherard. Men esa Kanadayman. Tushunarli. Demak, o'sha sizlar. Avvalo sizga rahmat aytishga ijozat bering. Nima uchun? Men qaroqchilar haqida ma'lumot oldim. Ularni mushuk ruhi va sarguzashtchi zararsizlantirganini eshitdim. O'shanda ham hozir bo'lganidek o'zimni ojizlikdan ojiz his qilar edim. O'z vazifamni bajara olmay, odamlarni himoya qila olmas edim. Endi esa hokimning oilasini jazolamoqchiman. Menga bu borada yordam berishga tayyormisiz? Ritsarlarning aksariyati katta pul evaziga o'zlarini hokimga sotishgan va ularning hammasi qarzdor edi. Shahardagi odamlarni himoya qilishga qasam ichgan odam, komandir Jilya ham afsuski ulardan biri. Shunday qilib shaharni qanday o'zgartirish haqida o'ylaganimda, sizlar ikkingiz ko'z oldimda paydo bo'ldingiz. Qaroqchilarni ushlagan mushuk ruhi va sarguzashtchi, hatto hokimning o'g'lini vahshiyliklaridan xabar topgan. Balki endi o'zgartirishning iloji bordir. Men shunday o'yladim. Ammo buni tan olish juda ham uyatli. Lavozimim yuqori bo'lishiga qaramay, faqat bir nechta kishiga ishonishim mumkin. Sizlarning menga yordamingiz kerak. Men roziman, lekin unga ishona olamizmi? Bu tuzoq emasmikan? Xavotir olmang, Reyn. Stella yaxshi odam. Undan faqat ijobiy energiya keladi. Agar shunday o'ylasangiz, men sizga ishonaman. Yaxshi, biz sizga yordam beramiz. Rostdanmi? Ha.
Maqsadlarimiz bir. Men sizga yordam bera olaman deb o'ylayman. Bir narsa so'rashimga ijozat bering. Nega hokimning o'g'li ustidan shikoyat qilmoqchi bo'ldingiz? Shunday qilib, ular yomon ekanligini bilib, shunday o'tira olmayman. Nima? Yagona sababi shumi? Ha? Nima? Men noto'g'ri gapirdimmi? Buni nimasi kulgili? Yo'q, uzr so'rayman. Men sizlarni xafa qilish niyatim yo'q, lekin siz jiddiy chehra bilan javob berdingiz. Menimcha bu juda ham ajoyib edi. Ha, bu juda ham ajoyib edi. Avvalroq kuch topa olmaganimdan afsusdaman. Hali ham kech emas. Reyn, siz haqsiz. Rahmat. Qoyil! Ritsarlar bilan birga shu hokimga saboq beraylik. Biz ularga dalilsiz tega olmaymiz. Aks holda bizni xiyonatda ayblashadi. Nima? Menimcha bu yaxshi fikr. Kelinglar ularni bittada to'xtatishga harakat qilaylik. Nima? Shu bilan birga ritsarlarni ham tozalab olamiz. Tozalab olamiz, lekin qanday? Biz ularga tuzoq o'rnatamiz. Ajoyib. Xuddi siz kutgandek, Reyn. G'alaba allaqachon cho'ntagimizda. Ko'zingiz bilan qarang, vaziyat juda noaniq. Shunday qilib, keling rejaga o'tamiz. Mishmishlarga ko'ra, shahar chetidagi omborda hokim bilan tir biriktirganligimiz haqida dalillar juda ko'p. Hali hech qanaqa muammo bo'lmadi. Lekin mishmishlar to'g'ri bo'lsa, dalillar yuzaga chiqadi. Keyin esa Edgar va bizga qattiq zarba tegadi. Biz ehtiyotkorlik bilan yaxshiroq harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun ritsarlarga ishonadigan sodda ahmoqlarga qo'lga tusha ko'rmang. Xo'jayin, hammasi tayyor. Unday bo'lsa ketamiz. Dalillarni toping va ularni yo'q qiling. Sen chiroqni yoq. Xo'p. Bu pistirma. Darhol chekinamiz. Biz tuzoqqa tushdik. Bu yerdan qoching. Bu yer juda sovuq. Luna va men harakat qilamiz. Yomon ritsarlar qochib ketmasligi uchun. Qoyil, maksimalniy zarba. Hayvonlarni tutishda bu juda foydali. Yaqinda o'zim uchun yasattirdim. Men hali ham hanjar ustida ishlayapman. Lekin qo'lqop tayyor bo'ldi. Menga hunarmandning g'ururini va sha'nini qaytarganing uchun, Reyn. Umid qilamanki, siz bundan foyda topasiz. Bu dunyodagi eng yaxshi uskuna. Sizga kattakon rahmat. Men uni ko'rdim. Bu oxiri. Bu tez emas. Nima? Mana qayerda ekansizlar? Nima? Stellant Play? Jelly Sticker. Bu ishlaringizni to'xtating. Mening sheriklarim va qo'l ostidagilarim hozirda buyruq shtab kvartirasini nazorat qilishmoqda. Sizga qarshi dalillarimiz bor. Yer yutsin seni. Sanlar mishmishlarni taqatdilaringmi? Reyn, yordamingiz uchun rahmat, lekin hozir. Oha, siz Reynmisiz? Omad kulib boqqanga o'xshaydi. Seni Edgarga topshirganimda, u meni xatolarimni kechiradi. Ruxsat bering, men uni o'zim tugataman. Albatta. Rahmat. Meni yuta olaman deb o'ylaysanmi? Sen xiyonat uchun qatl qilinasan. Ritsarlar qasamyodini unutgan, sen xoin bo'lasan. Gunohlaringni tan olib, taslim bo'l va adolat yo'liga qayt, Jilliya Strigar. Adolat yo'li? Menga nasihat o'qishing shart emas, qizaloq. Stella, mendan xavotir olmang. Nafaqat ritsarlarda, balki butun dunyoda adolat yo'q. Bu hammasi emas. Bu hali hammasi emas.
Ritsarlar siz kabi bo'lmaydi. O'z qasamyoti bilan adolatni sotganlar hech qachon ritsar bo'la olmaydi. Bu yana nimasi? Jile va uning odamlari hibsga olindi. Bu yaramas ritsar qiz shtab kvartirasini boshida turdimi? Jin ursin. Faqat menga xalaqit qiladigan befoyda odamlar. Iltimos, rahim qiling. Ha, yaxshi, bizga qarshi kichkina odamlar urushmoqda xolos. Bizda 100 dan ortiq odamlar bor qasos olish uchun. Sizningcha odamlaringiz yuta oladimi? Nima? Sen kimsan o'zi? Sizga yaxshilik tilaydigan ittifoqchi. Men ham siz kabi Reyn Shrouddan nafratlanaman. Reyn? Bu jangda Reynning ham aloqasi bor deb o'ylaysizmi? Shubha qilmayman. U eng kuchli ruhlarni bo'ysundiradigan hayvon bo'ysundiruvchisi. Ularga qarshi hech qanday imkoniyatingiz yo'q. Eng kuchli ruhlar? Reyn sizning hayotingizni yo'q qilib, sizning qadrlagan barcha narsangizdan mahrum qiladi. Unvon, ism, pul, ayollar, hamma narsangizni yo'q qiladi. Mutlaqo hammasini. U juda yomon, ahamiyatsiz odam. Umid ham qilma. Bu shahar meniki. Men Reynga hech narsani bermayman. Nima bu? Men sizning ittifoqdoshingizman. Bu sehrli narsa dushmaningizni o'limiga olib keladi. Reynni tugatish uchun uni oling. Mening nafratlarim kuchayganini his qilyapman. Bu o'zik sizni yanada kuchliroq qiladi. Faqat Reynni o'ldirish qoldi. Azuchka proyektimiz Anistar kanali uchun maxsus tayyorlandi. Sizlar bilan Asadulloh keyingi qismlarda uchrashguncha